Qiz bolani esda qolish uchun 3 ta qilish kerak bo'lgan harakat. Ko'pincha bolalar birinchi uchrashuvdan keyin ikkinchi uchrashuvga o'ta olmaydi. Sababi birinchisi bor mol-mulki bilan harakat qilib maqtanmoqchi bo'ladi. Bu narsani qiz bolalar sezadi. Ikkinchi bolalar esa yo'q deyishga qo'rqadi, iloji boricha qo'yniga qarashga harakat qilishadi, lekin o'zining hurmatini va o'ziga qiziqishni yo'qotadi. Kelinglar, birinchi uchrashuvda haqiqiy jentelmen bo'lish uchun va esida qolish uchun nima qilish kerakligini tushuntiraman. Birinchi qilish kerak bo'lgan narsa muhitni kontrolga olish kerak. Haqiqiy erkak har doim muhitni kontrolga oladi. Siz qanaqadir restoranga kelgan bo'lsangiz, siz u yerda mehmon emassiz, siz muhitni yaratadigan odamsiz. Siz o'zingizni haqiqiy erkakdek, jentelmendek, keyinchalik nima bo'ladigan erkakdek o'zingizni tutishingiz kerak. Oldindan nima qilishinglarni, nima yeyishinglarni, nima ko'rishinglarni siz aytishingiz kerak va siz bilishingiz kerak. Qiz bolalar erishadigan erkaklarni emas, qiz bolalar boshqaradigan erkaklarni yoqtiradi. Ikkinchi qilish kerak bo'lgan narsa, o'zingiz haqida hamma narsani batafsil aytib bermang. Odamlar osonlikcha kelgan narsani qadriga unchalik yetmaydi. Agarda siz birinchi uchrashuvda hamma narsani o'zingiz aytib bergan bo'lsangiz, siz уже yutqazdingiz. Va uchinchi, eng yoqadigan narsa, uchrashuvni eng qizigan momentida ketinglar. Hech qachon uchrashuvni cho'zishga harakat qilmanglar. Agarda siz eng qiziq momentida ketadigan bo'lsangiz, qiz bola bu narsani umrining oxirigacha esida qoldiradi. Qiz bolaga siz aytilmagan gaplarni, hissiyotini qoldirishingiz kerak. O'shandan keyin, ushbu uchrashuvdan keyin qiz bola faqat siz to'g'ringizni o'ylaydi. Sizlarga maslahatim, ushbu videoni saqlab qo'yinglar. Men uchun emas, o'zinglar uchun. Nima sababdan hozir kerak bo'lmasa ham, keyinchalik kerak bo'lib qolishi mumkin. Birinchi uchrashuv bu qiz bolaga yoqish to'g'risida emas. Birinchi uchrashuv bu qiz bolani xayolida qolish.